Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Hammaga xayrli kech. Bugun efirimizni vaqti biroz kechikib qoldi. Ming bor uzr. Kelishganimizdek umurtqa kasalliklari, sabablari va ularni davolash. Umuman sog'lom umurtqa bo'yicha nimalarga ahamiyat berish kerak? Shu bo'yicha batafsil ma'lumot beraman. Xudo xolasa juda ham foydali bo'ladi degan umiddaman hammaga. Hammaga ovoz eshitilyaptimi? Agar eshitilayotgan bo'lsa, tasdiqlab yuborsalaringiz, Xudo xolasa efirni boshlaymiz. Slayd tayyorlaganman. Aynan umurtqa kasalliklari bo'yicha, eng asosiy uchraydigan umurtqa kasalliklari bo'yicha. O'sha slayd bo'yicha Xudo xolasa savol-javob qilamiz. Ovoz eshitilyaptimi? Eshitilayotgan bo'lsa, "Han" deb tasdiqlab yuboringlar iltimos. Juda ham yaxshi. Demak, boshlaymiz. Agar kimdadir ovoz sal pastroq eshitiladigan bo'lsa, o'zini internetdagi sozlamasdan bo'lishi mumkin. Internet past bo'lsa ham tezligi qotib qolishi mumkin. Xudo xolasa, agar internet yaxshi bo'lsa, qotmaydi, yaxshi ishlaydi. Demak, umurtqa pog'onasi o'zi qanaqa a'zo? Umurtqa pog'onasi o'zi tuzilishi bo'yicha soddaroq qilib aytsak, bizni tanamizdagi tayanch harakat a'zosi hisoblanadi. Ya'ni umurtqa pog'onasi butun tanani asosiy ushlab turadigan ustuni. Umurtqada o'zi 5 ta eng asosiy qism mavjud: bo'yin, ko'krak, bel, dumg'aza va dum qismlari. Umurtqaning dum va dumg'aza qismlari katta insonlarda yaxlit qism sifatida shakllanib ketadi. Umurtqa pog'onasi faqat tanani ushlab turadigan skelet tayanch funksiyani emas, balki bosh miyani o'zida saqlovchi maxsus struktura hisoblanadi. Ya'ni bosh miya va orqa miya markaziy nerv tizimi hisoblanadi. Aynan mana shundan orqa miyani joylashishi umurtqa kanalining ichida bo'ladi. Ya'ni bu inson hayoti uchun juda ham bir muhim bo'lgan vazifani bajaradi. Ya'ni bizni harakatlarimiz, sezgilarimiz, yurish-turishimizni nazorat qiladigan orqa miyani o'zini ichida saqlaydi. Ya'ni umurtqadagi har qanday o'zgarish bu orqa miyani ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Xo'p. Endi umurtqa pog'onasini kasalliklarini ozroq ma'lumot bersak. Qanaqa kasalliklar uchraydi o'z umurtqada? Eng ko'p uchraydigan umurtqa kasalliklari to'g'risida aytadigan bo'lsak, birinchisi osteoxondroz. Haqiqatda juda ham ko'pchilikda uchraydi osteoxondroz. Ikkinchisi bu disk churralari, umurtqa disk grijalari. Uchinchisi bu spondilyoz deyiladi. Umurtqada ko'p uchraydigan kasallik va to'rtinchisi skolyoz, umurtqaning qiyshayshi. Va yana bir ko'p uchraydigan kasallik bu spondiloartroz deyiladi. Bu ham umurtqada ko'p uchraydi. Xo'p, endi bu kasalliklarni har biri to'g'risida qisqa ma'lumot berib o'tsam. Osteoxondroz qanaqa kasallik? Osteoxondroz bu sabablari juda ham ko'p. Eng ko'p uchraydigan sabablardan biri bu kam harakatlilik, gipodinamiya deyiladi. Yana bir sabablardan biri bu ortiqcha vaznning paydo bo'lishi, bemorlarning og'ir ko'tarish holatlari, umurtqaga tushadigan travmalar, umuman qon aylanishning buzilishi, mushak zaiflashishi, ya'ni tanada mushak karsetini yo'qligi, ba'zi holatlarda irsiy moyillik natijasida paydo bo'ladi. Ya'ni osteoxondroz bir so'z bilan aytganda umurtqa pog'onasidagi disklari va uning atrofidagi to'qimalarni kislorodsiz, suvsiz, distrofik holatga kelishi. Ko'p holatda uchrash holati oldinlari osteoxondroz 35-40 yosh oralig'ida ko'p uchragan bo'lsa,
hozirgi holatda 20-25 yoshlarda ham uchrayapti. Hattoki o'smirlarda ham ahamiyat beramiz. O'smirlarda ham aynan o'sha telefon, gadjetlardan, kompyuterlardan ko'p foydalanish natijasida erta paydo bo'lish aniqlanyapti. Endi osteoxondrozni joyiga qarab turlicha namoyon bo'ladi. Masalan, bo'yin qismida osteoxondroz bo'lsa, bemorlarda bosh og'rig'i, bosh aylanishi, quloqda shovqin, qo'llarda uvishish, undan tashqari ko'z oldida qorong'ilashish, zreniyani pasayish holatlari paydo bo'ladi bo'yinda. Ko'krak qismida uchraydigan osteoxondrozda odatda yurakdagi sanchiqlar, noto'g'ri sanchiq, ya'ni ko'pchilik buni yurakni o'zini sanchig'i deb adashtirishadi. Va bemor chuqur nafas olganda ko'krak qafasida va umurtqada og'riqlarning paydo bo'lishi. Bel osteoxondrozida esa juda ham ko'pchilikda uchraydi. Bu ham bel og'riqlari, og'riqni aynan o'sha oyoqqa tarqaluvchi xususiyati va karaxtlik, harakatda qiyinchilik, harakatning cheklanishi holatida uchraydi. Osteoxondroz bu rivojlanib borayotgan, sodda qilib aytganda, asr kasalligi desak bo'ladi. Sababi mana sog'lom umurtqada ko'rib turganlaringizdek, har bir umurtqaning orasida joylashgan disklari sog'lom holatda. Osteoxondroz kasalligida esa har bir o'sha umurtqa orasidagi disklarda yemirilishga o'xshagan alomatlarning paydo bo'lishi, diskni quruqlashishi, diskni ichidagi suyuqlikni kamayishi va natijada bo'g'im yorug'ini, ya'ni bo'g'im tirqichini kichirayishi paydo bo'ladi. Eng ko'p uchraydigan osteoxondroz umurtqada 3 ta sohasida uchraydi. Bo'yin qismida, boya aytganimizdek, va ko'krak qismida va bel qismida ko'p holatda osteoxondroz kasalligi uchraydi. Endi aynan osteoxondroz fonida paydo bo'ladigan umurtqa disk girijalari haqida ma'lumot beramiz. Bu meni eng ko'p davolaydigan kasalliklarimdan biri hisoblanadi. Umurtqa disk girijalari, sababi umurtqa disk girijalari bu nafaqat nevrologiyada, balkim vertebrologiya yo'nalishi bo'yicha ham juda ham ko'p uchraydigan patologiyalardan biri. Endi kelib chiqishi disk girijalari asosiy mexanizmi disk degeneratsiyasini, ya'ni fibroz halqani yorilishi. Har bir umurtqani orasida ichida suyuqlik saqlaydigan fibroz halqa bor. Buni soddaroq qilib aytganda prujinaga o'xshatsak bo'ladi. Har bir umurtqa suyagini orasida uchraydi. Bu fibroz halqa disk deyiladi. Mana shu diskni ichidagi suyuqligini kamayishi, yorilmasa protruziya hisoblanadi. Agar yoriladigan bo'lsa, bu girija hisoblanadi. Osteoxondroz fonida paydo bo'ladi. Ortiqcha jismoniy yuklamalar, uzoq vaqt noto'g'ri holatda o'tirish, umurtqadagi travmalar, ortiqcha vazn, semizlik, kam harakatlilik natijasida paydo bo'ladi. Savol yozayotgan kuzatuvchilarimizdan bir narsani iltimos qilmoqchiman. Bugun mana shu umurtqada uchraydigan kasalliklar bo'yicha umumiy batafsil tushunchani bermoqchiman. Hozir tushuntirmoqchi bo'lgan narsalarimni tez-tez tushuntiraman-da, ana undan keyin savol-javoblar bo'yicha javob berishga harakat qilaman. Agar xo'p desalaringiz, davom ettiraman. Demak, klinikasi qanaqa girijadan? Klinikasi qayerda girija bo'lishiga qarab turib, har xil klinikada kechadi. Eng ko'p uchraydigan belgilardan biri bu og'riqning bo'lishi. Og'riq bo'lganda ham rosa ham qattiq og'riq beradi. Masalan, bo'yin girijalari bo'lganda bemorlarni og'riq qo'llarigacha tarqab ketishi, bosh aylanishi, boshning ensa qismida juda ham kuchli og'riqlar paydo bo'lishi, hattoki ba'zi bemorlarda qo'l harakatlarini kattaroq bo'yinda girija paydo bo'lganda qo'l harakatlarini sekinlashishi, ya'ni uvishishi
qo'lli mushaklarni kuchini kamayishigacha olib kelishi mumkin. Bel umurtqalari grijasida esa og'riq bel sohasida va eng ko'p uchraydigan holat bu o'tirg'ich nervini yo'nalishi bo'yicha beldan oyoqqa, ya'ni pastga uzatuvchi holatdagi og'riqlar ko'rinishida kechadi. Odatda grijalarda klinikasiga ahamiyat beradigan bo'lsak, osteoxondroz bilan ozgina taqqoslaydigan bo'lsam, disk grijalarni asta-sekinlik bilan kuchayib boruvchi og'riqlar osteoxondrozda kuzatiladi. Ya'ni og'riq sekinlik bilan kuchayib boradi. Disk grijalar og'riqlari odatda sekinlik bilan emas, juda ham tezlik bilan 1 soat, 2 soat, hattoki 1 kun ichida bemorni qiyshaytirib qo'yishi mumkin. Ya'ni bemorni enkashtirib qo'yishigacha olib borishi mumkin. Og'riq xarakteri bo'yicha qattiq sanchuvchi og'riqlar paydo bo'ladi va natijada bemor grijani og'riqlarni kamaytirish uchun majburiy bir tomonga engashib qoladi. Shuni natijasida bir qarashda bilish mumkin. Masalan, belda grijasi bor insonlarni grija xuruj qilgan paytida, grijasi og'riq bergan paytda bemor engashib qoladi. Qaddini ko'tara olmaydi yoki yon tomonga egilib qoladi. Suyak skeletini to'g'rilay olmaydi, ya'ni umurtqasini tik tuta olmaydi og'riqning zo'rligidan. Endi yosh chegarasi bo'yicha eng ko'p uchraydigan holat odatda 25-55 yosh oralig'ida uchraydi. Kam holatda 20 yoshgacha ham uchrashi mumkin. Odatda bu 20 yoshdagi grijalarga travmalar sabab bo'ladi. Tepadan yiqilish yoki juda ham kuchli og'ir ko'tarib umurtqaga ortiqcha travma berib qo'yish holati kuzatiladi. 55 yoshdan keyin odatda grija emas, bo'lishi mumkin grija, lekin asosan disklarning qattiqlashishi, odatda grijadan keyin spondilyoz holatlari uchraydi. Xo'p, mana bu grija, mana ko'rib turibsizlar. Mana shu grijani paydo bo'lish mexanizmi. Disk grijasi asosan degenerativ kasallik hisoblanadi. Ya'ni bu noto'g'ri hayot tarzi osteoxondroz fonida rivojlanadigan erta bosqichlarda aniqlansa, operatsiyasiz to'liq davolash imkoniyatiga ega bo'lgan kasallik. Mana shu grijada mana ko'rib turganlaringizdek, mana bu yerda videoda ko'rsatganman. Slaydda disk yorilib ketyapti mana. Mana shu holatda disk yorilib ketyapti. Mana shu disk yorilmasa, faqatgina suyuqlikning o'zi kamayadigan bo'lsa, odatda protruziya holatida paydo bo'ladi. Disk yorilgandan keyin bemorlarda grija chiqqan tomonga qarab nervni siqilishi kuzatiladi. Masalan, o'ng tomondan chiqadigan bo'lsa, umurtqani o'ng tomonidan grija chiqadigan bo'lsa, odatda o'ng oyoqqa og'riqni beradi. Agar chap tomondan chiqadigan bo'lsa, og'riq odatda chap oyoqqa uzatiladi. Ya'ni grija qaysi tomondan yorib chiqadigan bo'lsa, mana shu diski mana bu nervni umurtqaga taqab qo'yadi, ezib qo'yadi. Natijada juda ham kuchli og'riqlar beradi. Agar erta bosqichlarda davolanadigan bo'lsa, to'g'ri davolansa, bu kasallikni to'liq davolash mumkin. Lekin agar og'irroq darajalarga keladigan bo'lsa, ya'ni grijani operatsiyaga olib boradigan holatlar bo'lsa, unda operatsiya qilinadi. O'z operatsiyaga ko'rsatmalar mavjud. Eng ko'p uchraydigan ko'rsatmalar qaysi? Birinchi ko'rsatma grija o'lchamini katta ekanligi va shu bilan bir qatorda orqa miya kanalini torayishi. Keyingi belgisi, operatsiyaga ko'rsatmasi grija natijasida bemorlarda oyoqlarda yoki qo'llarda atrofiya, ya'ni mushak massasini kamayishi, ozib ketishi, oyoqni yoki qo'lni ikkinchi sog'lom tomonga nisbatan ozib ketishi. Yana bir belgilardan biri operatsiyaga ko'rsatma bemorlarda sezgining buzilishi. Bemor oyoqda yoki qo'lida uvishish, jimirlashdan tashqari sezishining pasayishi. Masalan, yozishga qiynalishi yoki oyoq kiyim kiyganda oyoq kiyimini yaxshi his qilmasligi, oyog'ini sudrab yurish holatlari operatsiyaga ko'rsatma hisoblanadi.
Yana bir ekstremniy holatlardan biri operatsiyaga ko'rsatma bu chanoq a'zolar funksiyasining buzilishi. Ya'ni bu cauda equina deyiladi. Umurtqani chanoq a'zolarini buzilishiga olib keladigan grijani o'sha bel dumg'aza sohasidan pastdan ishlamay qolishi, soddaroq qilganda, natijada axlat tutilishi, siydik tutilishi bemorlarda o'tkir simptomlar paydo bo'ladi. Bu operatsiyaga to'g'ridan to'g'ri ko'rsatma. Bunaqa holatlar bo'lmasa, davolash kerak. Davolasa yaxshi bo'ladigan kasallik. Mana bo'yin grijalari haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, o'z odatda bo'yin grijalarini oxirgi 10 yilda eng ko'p uchraydigan sabablardan biri bu telefondan, kompyuterdan foydalanish va bir joyda ko'p o'tirib ishlash. Kompyuter qarshisida yoki ish stolida, umuman bemorlarni stol holatdagi ishlar bilan ko'p shug'ullanishi bo'yin grijalariga va bel grijalariga olib kelyapti. Bo'yin grijasini olib kelishiga telefonni sabablaridan birini ko'rsatganman. Mana sog'lom insonda o'rtacha 4,5 kilogramm bo'lgan bosh agar umurtqani qiyshaytirmasa 0 gradusda, ya'ni o'sha bemor boshini tik turganda 4,5 kilogrammdan ortiqcha yuk umurtqaga tushmaydi. Agar bemor 15 gradusga bo'ynini egadigan bo'lsa, ko'rib turibsizlar, 12 kilogramm, ya'ni 2 baravardan ham ortiq massa bo'yinga tushyapti. Agar bemor 30 gradusga bo'ynini egadigan bo'lsa, 18 kilogramm massa bo'yinga tushadi. Ya'ni boshni o'zi bo'yin uchun 4,5 kilogramm emas, endi 18 kilogramm og'irlikda bezovta qiladi. 45 gradusga egilganda eng achinarli tomoni juda ham ko'pchilik inson aynan mana shu gradusda olib yuradi. Telefondan shu gradusda foydalanadi. Ya'ni boshini 45 gradusda, balki undan ham ko'proq holatda egib o'tiradi. Bu endi 4,5 kilogramm emas, 22 kilogramm og'irlikda umurtqaga yuklama tushadi. Ya'ni yukni noto'g'ri taqsimlanishi natijasida. Buning natijasida boya birinchi oldingi slaydda ko'rsatganimizdek disk bir tomonga qattiq eziladi. Bir tomonga qattiq eziladi, natijada surunkali shu holatda bo'yinni qiyshayib yurishi umurtqa grijasiga sabab bo'ladi. 60 gradus endi bu juda ham bir qo'pol holat. Endi bunaqa holatda kamchilik holat foydalansa kerak. Bu qanaqa foydalanadi? Engashib yotadi divanga bemorlar, o'sha telefon ko'rib, divanga yonbosh tepaga qarab engashib yotgan paytda iyagi, bemorning iyagi ko'kragiga tegar-tegmas holatda bo'ladi. Taqalgan holatda bo'ladi. Mana shu 60 gradus. Mana shuning natijasida mana iyagi tegar-tegmas holatda turganda bo'yinga endi 4,5 kilogramm emas, 60 gradusda 27 kilogramm massa yuklama tushadi. Bu juda ham katta. 27 kilogrammni sog'lom inson bir muddat ko'tarib turishini o'zi og'irlik beradi. Endi uzoq muddatli bu narsa bo'yin mushaklarini juda ham zo'riqtirishiga, bo'yin mushaklarini natijada disklarning ezilishiga, qattiq siqilishiga va yorilib ketishiga, natijada grijani paydo bo'lishiga olib keladi. Xo'p, spondilyoz kasalligi haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, spondilyoz bu umurtqa pog'onasini surunkali degenerativ kasalligi. Asosan suyak o'simtalari, ya'ni osteofitlar deyiladi. Bu meditsina tilida osteofitlarni paydo bo'lish natijasida yuzaga keladi. Ovozim eshitilyaptimi, hurmatli kuzatuvchilar? Agar ovoz yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, slaydimiz kam qoldi. Xudo xolasa savol-javoblarga o'tamiz. Ovoz eshitilayotgan bo'lsa, ha deb yozib yuborsalaringiz, men davom ettirardim. Xo'p, davom ettiramiz.
Endi spondilyoz kasalligini patogenizi disk pastlashadi. Ya'ni mana umurtqa disklari mana pastlashadi. Natijada umurtqa orasidagi bosim ortib ketib, organizmni himoya sifatida diskning pasayishida organizm o'zining himoya sistemasi ishga tushib, osteofit suyak chiqindilari hosil bo'ladi. Suyak o'siqchalari hosil bo'ladi. Mana shu spondilyoz kasalligi hisoblanadi. Bu MRTda ham xuddi shunaqa ko'rinadi. Qirrasimon bo'lib ko'rinadi umurtqada. Buni osteoxondroz bilan yoki disk grijasi bilan adashtirishadi ko'pchilik. Bu aslida osteofitlar spondilyoz kasalligida uchraydi. Bu nerv ildizlari va qon tomirlarining siqilishiga olib keladi. Umumiy simptomlari surunkali og'riq, asta-sekin kuchayib boradi, harakat cheklanadi. Umurtqada qattiqlik paydo bo'ladi, ayniqsa ertalab o'rnidan turganda, o'tirganda og'riqlar kuchayadi. Spondilyoz kasalligi. Spondilyoz kasalligi ko'proq klinik belgilariga qaraydigan bo'lsak, 40 yoshdan keyin 50-60 yoshlar oralig'ida bemorlarda uchraydi. Sodda qilib bir nom bilan aytganda, spondilyoz kasalligi bu umurtqa pog'onasini qarishi, umurtqani qarish kasalligi hisoblanadi. Xo'p, spondilyoz agar bo'yin umurtqalarida bo'lsa, servikal spondilyoz deyiladi bu. Bo'yin og'rig'iga, qo'llarga tarqaluvchi og'riq, bosh aylanishi, shovqin, qo'llarda uyushish, agar bel spondilyozi bo'lsa, lumbalniy spondilyoz deyiladi bu. Bel og'rig'iga, oyoqlarda og'riqlarning tarqalishi, yurishda tez charchash holatida kechadi. Xo'p, endi osteoxondroz bilan spondilyoz kasalligini qisqacha taqqoslaydigan bo'lsak, odatda osteoxondrozda asosiy ta'sir umurtqalararo diskda bo'ladi. Spondilyozda esa asosiy ta'sir, ya'ni kasallik umurtqa tanasi va bo'g'imlarda uchraydi. Osteoxondrozda disk, umurtqalar orasidagi disk degeneratsiyasi balandligi pasayadi. Ya'ni umurtqaning suvsizlanishi, qon aylanishini buzilishi natijasida degenerativ o'zgarish paydo bo'ladi. Disklar yemiriladi osteoxondrozda. Osteofitlarning paydo bo'lishi, umurtqa kanalining to'rayishi odatda spondilyoz kasalligida uchraydi. Spondilyozdagi eng xarakterli belgi ham mana shu osteofitlar, suyak o'siqlarining paydo bo'lishi. Natijada umurtqa kanali to'rayadi, stenoz paydo bo'ladi. MRTda ko'pchilikda menga olib kelganda ko'rganimda umurtqa kanalida stenoz bo'ladi. Ya'ni umurtqa kanali to'raygan bo'ladi. Bu umurtqa kanalining to'rayishi orqa miyani ezilishiga olib keladi. Natijada bemorlarning qo'l oyoqlarida uyushish, jimirlash, harakatning kamayishi paydo bo'ladi. Spondilyoz kasalligida odatda bemorlarda fassit bo'g'imlarida gipertrofiya ham paydo bo'ladi. Gipertrofiya bo'ladi, ya'ni mushak fassit bo'g'imlarini yiriklashishi natijada nerv ildizlarini siqishiga olib keladi. Osteoxondrozda esa protruziya yoki grija fonida nerv ildizlari siqiladi. Xo'p. Endi yana bitta ko'p uchraydigan holatlardan biri, ayniqsa yoshlarda bu juda ham ko'p uchraydi, umurtqa skoliozi. Umurtqa qiyshayishi, umurtqa pog'onasining yon tomonga egilishi, umurtqa deformatsiyasi. Bu skolioz kasalligi sabablari juda ham ko'p. Birinchi sabablardan biri bu tug'ma nuqsonlar. Ya'ni homiladorlik vaqtini o'zida skoliozda homila umurtqasini shikastlanishi, tug'ma nuqsonlar. Noto'g'ri o'tirish, ayniqsa maktab yoshidagi bolalarda ko'p uchraydi. Partada noto'g'ri o'tirish, mushaklar zaifligi hisobida paydo bo'lishi mumkin. Oyoqlarning ba'zi bir holatlarda uzunligi yoki gepatik deydi, ya'ni noma'lum sabablar. Yuqoridagi holatlardan hech qaysi uchramaydi-da, lekin umurtqada skolioz bo'ladi. Buni endi ko'pchilik umurtqada minerallashuvni buzilishi, bemorni noto'g'ri yuk ko'tarishi, bitta tomonga ko'proq jismoniy yuklamani berishi bilan ham bog'liq deyshadi.
Klinikasiga keladigan bo'lsak, yelkalar notekis, shundoq bir qaraganda skoliozni farqlashingiz mumkin. Bir tomonga bemorlarning qiyshayshi, qovurg'alarning chiqib turishi, bel va orqalarida og'riq, bemorda chuqur nafas olganda nafas olishda buzilish, bemor uzoqqa yurganda hansirash holatlari paydo bo'ladi. Yelkalar og'raydi bemorni uzoq o'tirib qolganda, skoliozi bor insonlarda. Eng ko'p holatda 10 yoshdan 18 yoshgacha o'sish davrigacha uchraydi. Agar bemorni bo'yi juda ham tezlik bilan o'sib ketib qolsa, ayniqsa yosh bolalarda skolioz tez rivojlanadi. Erta aniqlansa, albatta bu narsani korreksiya qilib davolash mumkin. Skoliozda eng yomon holatlardan biri nafaqat umurtqani qiyshayishi, natijada ichki a'zolarni joylashuvi ham buziladi. Ya'ni o'ng tomonga egilish bo'lganda jigarning ezilishi, chap tomonga egilish bo'lganda yurakni siqilishi, o'pkani bir tomondan siqilishi yoki taloqni siqilishi holatlari uchraydi. Ya'ni ichki a'zolarni joylashuvi ham o'zgaradi. Skolioz bo'lganda mana ko'rsatib qo'ygan, mana o'ng yelka chap tomonga qaraganda pastroqda turibdi. Chap yelka tepada turibdi. Ya'ni bemor o'ng tomonga og'gan. Chanoqda ham xuddi shunaqa holatda ahamiyat bersangiz, mana chanoq o'qi mana normada qanaqa bo'ladi? Chanoqning yuqori qismi, chanoqning pastki qismi. Normada xuddi mana shunaqa holatda simmetrik bo'ladi. Simmetrik degani o'qiga to'g'ri bo'ladi. Chanoq pastki qismi, chanoq yuqori qismi va o'mrov suyagi deyiladi. O'mrov suyagini ikkalasi bir xil tekislikda turadi. Skolioz bo'lganda mana bunaqa holatda turadi. Ya'ni bir xil tekislikda turmaydi. Aytib o'tganimizdek, skoliozda eng ko'p uchraydigan xatarli holatlardan biri, ya'ni bemorning ahvolini og'irlashtiradigan holatlardan biri bu ichki a'zolarni ham qiyshayib ketishi. Ya'ni skolioz haddan tashqari kuchli egilish bo'lsa, bu narsa bemorga jiddiy shikoyatlarni olib kelishi mumkin. Xo'p, oxirgi kasalligimiz spondiloartroz. Spondiloartroz nima? Spondiloartroz kasalligini ko'pchilik yuqoridagi kasalliklar bilan adashtirishadi. Osteoxondroz bilan yoki spondilioz bilan adashtirishadi. Bu aslida umurtqa pog'onasida fassit bo'g'imlari umurtqada degenerativ holatga keladi. Ya'ni tizzada ko'pchilik bilishadi, artroz holati, umurtqadagi artroz holatini aynan spondiloartroz deb atash mumkin. Fassit bo'g'imlarni tuz to'planishi, soddaroq qilib aytganda, tuz yig'ilishi, bu yerda degenerativ o'zgarish bo'ladi. Umurtqa disklarida ham emas, aynan fassit bo'g'imlarda bu holat kuzatiladi. Yoshga bog'liq o'zgarish asosiy sabablardan biri. Osteoxondroz fonida paydo bo'ladi, eng xarakterli belgilardan biri. Uzoq vaqt noto'g'ri holatda o'tirish sabab bo'lishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan belgilardan biri fassit bo'g'imlarining yallig'lanishi, fassit bo'g'imlar artrozi, ortiqcha vazni bor bemorlarda, kam harakat bemorlarda va jismoniy yuklamasi juda ham ko'p, ya'ni og'ir jismoniy mehnat qiladigan shaxtyorlar, gruzchiklar yoki ustalar, og'ir jismoniy mehnat qiladigan insonlarda uchraydi. Klinikasi yuqoridagi osteoxondrozga o'xshash, bel yoki bo'yinda uchrashiga qarab lokalniy og'riq bo'ladi, mahalliy harakatda og'riqning kuchayishi, ertalabki qattiq holat, burilish va egilishda cheklanish, nervlarning siqilishi, natijada qo'l yoki oyoqqa og'riqning tarqalishi paydo bo'ladi. Yoshga bog'liq holatda, ko'p holatda 40 yoshdan keyin uchraydi, keksalarda juda ham ko'p uchraydi. Spondiloartroz umurtqa bo'g'imlarining yoyilishi ham deyiladi. Asta-sekin rivojlanib, harakatning cheklanishi va bemor harakatlarini to'xtashigacha olib kelishi mumkin. Erta davolansa, albatta to'liq davolash mumkin. Mana spondiloartroz holatida mana
sog'lom umurtqa bilan bu yerda taqqoslangan xirash bo'lishini, mana umurtqalarda, suyaklarda, bo'g'imlarda поврежденияni paydo bo'lishi. Ana sog'lom insonda fassit bo'g'imlarda, mana kichik bo'g'imlarda hech qanaqa degenerativ o'zgarish yo'q. Kasallik holatida esa mana shu fassit bo'g'imlarda повреждение paydo bo'ladi. Natijada orqa miya nervlarini siqilishiga olib kelishi mumkin. Endi yuqoridagi kasalliklarni davolash bo'yicha ma'lumot beradigan bo'lsak, qanaqa davolanadi? Bu kasalliklar qanday davolanadi? Osteoxondroz kasalligi, birinchi osteoxondroz kasalligini davolash haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, medikamentoz terapiya, ya'ni dori terapiyasi. Birinchi osteoxondroz og'riqlari bezovta qilganda ko'pchilik holatlarda yallig'lanishga qarshi dori vositalari buyuriladi. Miya relaksantlar, ya'ni mushak spazm paydo bo'ladi. Osteoxondrozda mushaklarda qotish paydo bo'ladi. Natijada bu og'riqni kuchaytiradi. Mushaklarni bo'shashtiruvchi dori vositalari va B guruh vitaminlari buyuriladi. Undan tashqari ignoterapiya, fizioterapiya muolajalari, davolovchi mashqlar, mushak korsetini kuchaytirish uchun buyurish juda ham samarali hisoblanadi osteoxondrozda. Va albatta osteoxondrozni kuchayishini oldini olish uchun bemorlarda piyoda yurish harakatlarini ko'paytirish, 10,000 qadam piyoda yurish eng kamida tavsiya qilinadi. 40 yoshdan oshgan bo'lsa, yoshga bog'liq vitaminlar, minerallarning kamayish holati paydo bo'ladi. Shuning uchun buyurish kerak. Kollagen ichib yurish kerak, vitamin D, kalsiy mahsulotlarini ichib yurish tavsiya qilinadi. Disk grijalarda asosiy konservativ davo yuqoridagi osteoxondrozga o'xshash, faqat bu yerda yana qo'shimcha nervlar siqilishi bo'lganligi uchun nervlarni qo'llab-quvvatlovchi neuroprotektor dori vositalaridan ham tavsiya qilinadi. Yallig'lanishga qarshi dori vositalari, miya relaksantlar, vitamin B guruh vitaminlari, bularga qo'shimcha ravishda neuroprotektorlar tavsiya qilinadi. Manual terapiya, men o'zim bemorlarimni shu muolajalar bilan ko'p holatda davolayman. Vitejeniya mashqlari, ya'ni tortilish mashqlari, kravatda rastiyashka qilish, ya'ni cho'zilish. Undan tashqari hijama muolajalari, bel umurtqalarida belda grija bo'lsa, bo'yin holatidagi grijalarda bo'yindan hijama qilish muolajaning oxirgi etaplarida juda ham yaxshi yordam beradi. Va ignoterapiya og'riqlarni kamaytirishga, nerv impulslarini o'tishini yaxshilashga yordam beradi. Og'ir holatlarda aytib o'tganimizdek, ko'rsatma bo'lsa, jarrohlik amaliyoti ham tavsiya qilinadi. Spondilioz kasalligini davolash eng asosiy davolovchi narsa bu qon aylanishini yaxshilash, ya'ni fizioterapiyani kuchaytirish kerak spondilioz holatida. Aytib o'tdik-ku, bo'g'imlarda osteofitlar, ya'ni suyak o'siqchalari paydo bo'ladi deb, yallig'lanish natijasida. Aynan mana shu kasallik spondilioz hisoblanadi. Shunda fizioterapiya muolajalari tavsiya qilinadi. Va davolovchi mashqlar, harakatlarni kuchaytirish, og'riqlarni nazorat qilish, yallig'lanishga qarshi zaruratga qarab buyuriladi. Fizioterapiya, girodoterapiya ham unga yaxshi yordam beradi, ya'ni zuluk bilan davolash. Skolioz kasalligida, skolioz bu umurtqani qiyshayishi o'ng tomonga yoki chap tomonga, umurtqani skeletini to'g'irlovchi maxsus mashqlar, korrigirovchi mashqlar, lechebniy fizkultura hisoblanadi. Eng asosiy davo mana shu. Suzish masalan bulardan bittasi. Suzish ham skoliozni eng yaxshi davolovchi vosita. Turnikka tortilish, bu ham juda ham yaxshi skolioz uchun. Maxsus kravatlarda tortilish, umurtqani to'g'irlovchi, maxsus manualni terapiyalar, maxsus o'sha umurtqani qiyshayishini to'g'irlovchi mashqlar buyuriladi. Albatta, og'irroq holatlarda bemorlarda jarrohlik amaliyoti buyuriladi.
ko'p o'tirish holatlari bo'lsa, bemorlarda yoki skolioz kuchayib ketmasligi uchun korset taqish ham insonni tanasini o'sish holatida yaxshi yordam beradi. Korsetdan foydalanish. Spondiloartrozni davolash grijani davolashga o'xshab ketadi. Yallig'lanishga qarshi dori vositalari, miya relaksantlar, og'riq va spazmlarni kamaytiruvchi vositalar buyuriladi. Eng yaxshi davo bu davolovchi fizkultura hisoblanadi. Bo'g'im harakatlarini saqlash, ignoterapiya muolajalarini qilish spondiloartroz uchun juda ham samarali hisoblanadi. Prezentatsiyamiz tugadi. Xudo xolasa. Xo'p, endi savol-javoblarga o'tadigan bo'lsak, eng tepada berilgan savollardan boshlab javob berishga harakat qilaman. Xo'p. Kesirvadan keyingi og'riqlar haqida ham maslahat bering. Bu juda ham katta mavzu. Kesirvadan keyingi og'riqlar, albatta, keyingi efirlarimizda to'xtalaman. Kesirvadan keyingi og'riqlar, ularni davolash bo'yicha. Xo'p, keyingi savol. Belmi bilmadim, dumaga yaqin umurtqada suyaklarda achishish. Ko'p o'tira olmayman, kam harakatman. Tekshirib ko'rish kerak. Yuqorida aytib o'tdik, umurtqada eng ko'p uchraydigan skoliozdan tashqari 4 xil holat bor, eng ko'p uchraydi. Bular osteoxondroz, umurtqa protruziya grijalari, spondiloz hamda spondiloartroz. Mana shu holatlardan biri bo'lishi mumkin sizda. Buni tekshirib ko'rish kerak. Oyoqlar shishib ketadi. Keyingi savol, oyoq shishib ketishi bu grijada ham bo'ladi. Eng ko'p uchraydigan holati bu limfada buzilish bo'lsa, limfa sistemasida hamda buyrakda o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, bezovta qilishi mumkin oyoqda shishlar. Xo'p, chap kuragim yelkam bilan og'riq emas, zingillaydi debdilar. Asabga tegadigan og'riq ekan. Agar og'risa qo'limga ham berib og'riydi. Nimadan bo'lishi mumkin? Nervdanmi? Albatta nervdan bo'lishi mumkin. Bu nervni siqilishiga osteoxondroz kasalligi yoki umurtqadagi yuqorida aytib o'tganimizdek protruziyalari yoki qanaqadir degenerativ o'zgarishlar paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. MRT qildirib ko'rish kerak. Tekshirib, shunga qarab lecheniya qilinadi. Assalomu alaykum, ichaklar dalixa sigma vzdutitiya zaporografiya qilinganda irradiografiyada doimiy og'riq chap tarafda kindik atrofida spazm bilan boshlanadi. Nima qilsa bo'ladi? O'zi aynan ichaklarni dalixa sigma, ya'ni kengayib ketish operatsiya qilinadi o'zi. Chunki og'ir darajalarda uni hech qanaqasiga davolab bo'lmaydi. Ichakni operatsiya qilib, kengayib ketgan qismini korreksiya qilish kerak bo'ladi. Olib tashlanadi va anastomoz qo'yib ulanadi. Natijada qabziyat ham bartaraf bo'ladi, bemordagi bezovtalik ham. Shuning uchun bu narsa bo'yicha xirurgga murojaat qilish kerak. Keyingi savolimiz, bo'ynimda tuz bor, rosa og'riyapti, yelkam chap qo'limga ham o'tgan. Bo'ynda tuz aytib o'tganimizda o'sha yo spondiloz yoki bo'yin osteoxondrozi. Bemorning yoshi, og'riqning xarakteri, kelib chiqishiga qarab ajratishimiz mumkin. Bexterov qanday kasallik, qanday davolash mumkin? Bexterov bu spondiloartroz yoki spondiloartrit deb ham ataladi bu Bexterov kasalligi. Butun umurtqada yallig'lanish paydo bo'ladi. Asosiy davolovchi vosita bu yallig'lanishga qarshi dori vositalari. Bemorning holatiga qarab turib spazmolitiklar, miya relaksantlar, vitamin guruhlari, fizio muolajalar va maxsus davolovchi mashqlar Bexterov kasalligida buyuriladi. Yaxshi bolalar nevropatologini tavsiya qiling. Juda ham ko'p bolalar nevropatologi Toshkentda. Agar Toshkentda tursangiz, Sampiga borishingiz mumkin. Yangi Toshmida ham bor. Xususiy klinikalarda ham bor. Aynan men bittasini tavsiya qila olmayman. Chunki hamma bolalar nevropatolog o'zini yo'nalishi bo'yicha kuchli. Masalan, kimdir epilepsiya bo'yicha zo'r davolaydi, kimdir bolalarni
enurez bo'yicha yaxshi davolaydi. Yana kimdir bolalardagi orqada qolish belgilari bo'lsa yaxshi davolaydi. Shuning uchun oldin tekshirib ko'rib, bolani holatini shunga qarab murojaat qilish mumkin. Eng ko'p holatda o'sha sanpiga borsa bo'ladi. Xo'p, rahmat hammaga. Efirimiz tugadi. Xudo xolasa keyingi efirlarda ko'rishguncha videolarimiz chiqqan payti qo'llab-quvvatlab turinglar azizlar. Chunki bu ozgina qilinayotgan mehnatimiz, sizlarni qo'llab-quvvatlashingiz bizani keyingi videolarga, keyingi mavzularga tayyorlanishimiz uchun motivatsiya bo'ladi. Ya'ni odamlarga qiziq ekan, shu narsa kerak ekan degan xulosa olinadi. Rahmat kattakon. Hammaga xayrli kech. Efirimizni yakunlasak ham bo'ladi.